Shonu shuhratingga kirilma odam. Brr ambulatoriyaga admin qilib qo'yaman. Qayda tayyorlaringlar. Hammanglar zooparkka olib boraman. Dadasi meni olib borasizmi? Ha, mana pombarq kiyimlarni almashtirib, chipa chiroyli bo'lib chiq. Xo'p. Mososiramasdan turinglar. Voy, ku sizga o'xshagan uyatchan ekan-a? Jinni. Voy, tavba, qaynonasini ham jinni deydim. Adasi, qaysi hayvon qidiryapsiz? Hojatxona qidiryapti. Ha. Tishlimi kuyov bola? Tishli. Qidirgan joyingizni topdim. Yo'q, bo'ldi, kerak emas. Zooparkka birinchi kelishimi? Ha, qandashlar deb eslab turish kerak-da, qayni? Ekonni vaqtasiz. Ha, oshna sizga o'xshagan gap tushunmaydi ekan. Men sizlarga hozir shunaqangi bir semiz, ish yoqmas hayvonni tasvirlab beraman. Yotaveradi, uxlayveradi, ish qilmaydi. Qaranglar. Eri ketgandan keyin cho'ntagini kavlab pulni oladigan hayvon. O'zi tili ilonga o'xshaydi. Qayna siz qochib turing. Bu esa oddiy begemot. Zavaylandiga, sherzor bo'ldi. Dada 2000 bormi? Nimaga? Hojatga borib kelay. Ana beparosatga olib chiq desam, olib chiqmabdi. 200 ming bor ekan. Ha, bering. 5-6 marta so'ramayman, quv shamollaganda.